Sankt-Peterburg shahrida transport politsiya xodimlari migrantlarga qarshi reyd o'tkazdi. Ketaverishga va перекресток magazinlarida hindistonliklar ishlay boshladi. Sankt-Peterburg shahrida bezori o'smirlar muhojirga hujum qildi. 30-iyunda muhojirni raqamli shaxsiy profili joriy etiladi. Toshkentdan Rossiyaga yangi avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. Birgina Sankt-Peterburg shahrida muhojirlar soni 60% ga kamaydi. Bugun 29-mart migrantlar hayotida sodir bo'lgan voqealar va migrantlarga oid yangiliklar bilan tanishing. Sankt-Peterburg shahrida vokzallar atrofida transport politsiyasi xodimlari profilaktik reyd o'tkazdi. Bu reydlarda asosiy moto velo sezon boshlangani sababli kurerlar tekshirildi. Bu yerda hujjatlarda tartibsiz muhojirlarni mamlakatdan politsiya bo'linmasiga olib borib chiqarib yuborildi. Shuning uchun ogoh bo'lish kerak. Men avvalgi yangiliklarda bu haqda aytib o'tdim. Ya'ni Sankt-Peterburg shahrida va boshqa shaharlarda moto velo sezoni boshlanganligi sababli kuryerlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Ketaverishga hamda перекресток magazinlarda hindistonliklar endi ishlaydi. X5 Group kompaniyasi 100 nafarga yaqin Hindiston fuqarosini ishga jalb qilgan. Rossiyada 2030-yilga borib savdoda ichki kuch yetishmasligi 500 ming kishiga yetadi. Shu sababli Rossiya ham o'z navbatida mana shu yangi yerlardan ichki kuchini jalb qilyapti. Bular ko'ramiz. Mana shu Rossiya mentalitetidan qancha yiroqda, rus tilini bilmaydi. yoki umuman mana shu Rossiya bilan qo'shni bo'lib yashamagan, Rossiya mentalitetidan yuqorida aytganimdek qancha yiroqda. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelayotgan muhojirlarning o'z navbatida o'rni mana shu boshqa mamlakatlardan kelayotganlardan o'rni sezilarli darajada katta. Bunga sabab bir davrlarda bir mamlakat bo'lib yashalgani, SSR davrida mana shu rus fuqarolari bilan qo'shni bo'lib, hozirda ham mana shu har bitta O'zbekiston, Qirg'iziston davlatlarida rus fuqarolari mavjudligi. Nima bo'lganda ham mana shu O'rta Osiyoliklarni qadriga mana shu boshqa davlatlardan kelgan muhojirlarni ko'rib qadriga yetishni boshlaydi. Bunda esa bizning do'stlarimiz hamisha izlanuvchi, izchil, Rossiya bo'lmasa boshqa davlatlar bor deya Yevropa mamlakatlarida balkim ishlab yurishgan bo'lishadi. Sankt-Peterburg shahrida bezori o'smirlar muhojirga hujum qildi. Maktab o'quvchilari 32 yoshli kommunal xizmat xodimi bo'lgan muhojirga yaqinlashgan. Qanaqadir noma'lum mavzudagi suhbatdan keyin o'smirlar muhojirga ko'zlariga gaz ballon sepishgan. Ko'zlari achishib, ushlab turgan paytda o'smirlardan biri yana gaz ballon sepishi ko'ringan. Ikkinchi o'smir esa buni telefoniga videoga yozib olgan. O'ylashimcha, qush inida ko'rganini qiladi. Ya'ni bu rus fuqarolari yoki boshqa bir fuqarolar migrantlarga bo'lgan yoki halol mehnat bilan pul topayotgan ishchilarga uyda mavzuni eshitgan bo'lishi mumkin. Yoki bular odam emas, ikkinchi o'rinda ko'rib, mana shunday bularni kamstak bo'laveradi, boshqa shunday fikr qilib, ushbu harakatlarni amalga oshirgan bo'lishlari kerak. Ularni qaytib bunday qilmasliklari, chet el fuqarolari yoki farroshlik bo'lsin, qaysi kasb ishlamasin, halol mehnat bilan ishlayotgan fuqarolarga bunday munosabatda bo'lmasliklarini yaxshilab qulog'iga quyib qo'yib, ota-onalar bilan tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Sankt-Peterburg shahrida ro'yxatga olingan migrantlar soni 2024-yilda 60% ga kamaydi. Bu haqida shaharning vitse-prezidenti Igor Potapenko ma'lum qildi. Hozirda shahar hududida taxminan 210 ming migrant yashayotgani, taxminan 21 ming nafari bolalar, ularning 6 ming nafari bola bog'chalariga boradi, 15 ming nafari esa maktablarda ta'lim olayotganini aytib o'tdi. Vitse-gubernator migrantlar soni kamaganligi, huquq tartibot idoralarini oxirgi paytda mana shu migrantlarga bo'layotgan munosabati va migrantlarni ayovsiz mamlakatdan chiqarib yuborayotganligi bilan bog'ladi. Birgina Sankt-Peterburg shahridan 13 mingdan ziyod chet ellikni mana shu qonunchilikni buzib turganligi sababli chiqarib yuborishga sabab bo'ldi. Nima bo'lganda ham ana shu ko'ramiz, mamlakatdan chiqarib yuborilyapti yoki mamlakatga chet el fuqarosini o'zi ishtirokisiz taqiq qo'yilyapti. Oxirgi paytda migratsiya siyosati kuchaygan. Migrantlarga qarshi reyd tadbirlari ko'paygan. Avvalgidan qaraganda ko'proq mana shu migrantlarga ahamiyat berish nazorati kuchaygan.
O'ylashimcha, mana shu tartib joriy qilinish maqsadi ko'zlanyapti. Ya'ni raqamli texnologiyaga o'tish, migrantga yagona shu hujjat vositalardan voz kechish uchun tizim joriy qilish ko'zda tutilgan. O'ylashimcha, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali migrantlarga yaxshi kunlar oldinda. Albatta, taqiqqa ega bo'lgan, Rossiya Federatsiyasiga sababsiz kiritilmayotgan yoki shu yerda ishlashni maqsad qilib qo'ygan lekin hujjat rasmiylashtira olmayotgan chet el fuqarolari albatta yaqin orada har yili bo'lgani kabi prezident tomonidan norasmiy bo'lsa-da amnistiya qilinishi va ba'zi bir paytlarda bo'ladi, bu hech qaysi davlatda kuzatilmagan sud hukmi bilan Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiq qo'yilgan bo'lsa-da chet el fuqarosidan o'z-o'zidan ma'lumotlar bazasidan shu fuqarodan sudlanganlik yoki hech qanday ma'lumotlar bazasida o'chirib tashlanib bu chet el fuqarosi mamlakatga kirishi, ishlashi mumkin bo'lib qoladi o'z-o'zidan. Shunday holatlar o'ylashimcha kelajakda kutib qolamiz va kuzatamiz. Do'stlar, yangiliklar shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. O'ylashimcha yangiliklar sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.